Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana yana yangilik 5 ta qo'chqor oldik. Hamroq 4 ta oldik, bitta o'zimizda bor edi. O'shani joy taxladik mana. Mana bu o'zimizda qo'chqorlar. Yemishini yemoqda shunqorlar. Bular nasib yangi yilgacha tayyor bo'lib qolar, bo'lmasa yana bir oy, yanvar oyiga mutkazib boqamiz. Ko'ngildagidek bo'lmasa agar. Taglari quruq. Yaxshi. Ishtag'alari zo'r. Ko'z tegmasa. Mana bu yerga 5 ta qo'chqorimiz tiqamiz. Ularni yangi olib keldik, endi nasib koldorisini qilamiz. Koldori deganimda ular ximikat emas. Dori ichidagi oshqozon, jigar qurtga dori ichiramiz. Sal havoga moslashib olsin. Keyin kolidan qilamiz. Koli tashqi tomoni burga, pit, kana, teridan tashqaridagi narsalar ular. Shundan bitta qilib nasib shu joyga tiqamiz keyin. Beshtani keyin ko'ramiz, yana bahor aprelgacha boqamizmi, bahorgacha boqamizmi yo. Bularning o'rniga ham nasib birdan olib kelib, birdan o'rniga o'rin tiqamiz. Sekin-sekin firmamizni rivojlantiraveramiz. Sizlardan bitta iltimos, like bosib, tanish bilishga jo'natib, obuna bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaringiz. Shundan motivatsiya olamiz. Keyinchalik katta videolarni qo'yib o'tamiz. Hozir beshala qo'chqor bilan ichida yuribdi. Mana bittasi qora, yo'da sariq bor. O'zi 6 ta qo'chqor bor, ichida bittasi endi qolish kerak, yo sariq yo qora. Ikkalasidan bittasi qoladi yoki bo'lmasa ikkalasini ham tiqib butunlay boshqa qo'chqor olib kelamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.